Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, bizda 67-dars yuzni hisoblash usuli mavzusi. Yondosh mavzuyimiz asal va asal arlar. Hop, hamda matematik mashqlarni bajarish jarayonida yig'indini songa ko'paytirish, ustun ko'rinishda ko'paytirish mavzularini ko'rib o'tamiz. Birinchi mashqdan boshlaymiz darsimizni. Birinchi mashqda nima deyapti? Bo'lishni bajaring. Bu qanday so'z? Ya'ni bo'lishni bajarib, kerakli sonlarga kerakli harflarni yozishimiz kerak bo'ladi biz. Birinchisi 49 bo'lingan 7. Demak, karra jadvalini bilamiz, 7 ga teng. E harfi bor ekan 7 da. Demak, bu joyga qarasak 7 yo'q ekan. Demak, so'zimizda E harfi qatnashmagan. Keyingisi 45 bo'lib 5. Demak, 9. 9 ni qidiraman. Mana bu joyda bor. L harfi, ya'ni L harfi. Yana bormi qarab ko'ramiz. Xo'p, demak boshqa yo'q. Keyingisi I harfi 36 bo'lingan 9 bu 4 ga teng. 4 mana bu joyda bor ekan. Hop, yana mana bu joyda bor ekan. Hop, boshqa joyda 4 qatnashmagan. Keyingisi S harfi 56 bo'lib 7 bu 8 ga teng. Hop, 8 S yozaman. Mana bu joyda bor 8 va mana bu joyda bor ekan. Keyingisi 40 bo'lingan 8 bu 5 ga teng. 40 ni 8 ga bo'lsak 5 U harfi 4 ekan. 5 ni qidiraman. Mana bu joyda ekan U harfi. Keyingisi Y harfi 12 bo'lib 4 3 ga teng. 3 ni qidiraman. Mana bu joyda bor ekan. Keyingi R harfi uchun 54 bo'lingan 9. Bu 6 ga teng. Demak, R harfi 6 bor joyga qidiraman. Mana bu joyda bor ekan 6. Demak, R harfini bosamiz, yozaman. Keyingi harfimiz 24 bo'lingan 12. 2 ga teng ekan. Demak, A ni qidiraman. Hop, mana bu joyda bor. Mana bu joyda bor, mana bu joyda bor va mana bu joyda bor. Hop, endi 48 bo'lib 48 1 ga teng. Bu yo'q ekan. Demak, so'zimiz asalari uyasi degan so'z ekan. Asalari uyasi. Demak, ushbu topshiriqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha 2-qismdan boshlab 2, 3, 4-qismlar darsliklarni qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz. Har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi mashqqa e'tibor qarataylik. Aytayaptiki, Indira asalarining uyasi ajoyib shaklda ekanini ko'rib qoldi. Bu qanday shakl? Bu shaklni daftaringizga chizing deyilgan. Hop, demak, asalar uyasi hop 6 burchak shaklda quriladi. Ya'ni asalari 6 burchak shaklda. Burchak shaklida. Hop, endi menda hozir texnik qurilma bo'lganligi uchun aynan mana shuni chizish imkoniyati yo'q. Siz daftaringizga chizishingiz kerak. Lekin men sizga juda ajoyib bo'lgan bir qiziqarli ma'lumotni aytishim mumkin. Asalari nima uchun uyasini 6 burchak shaklda quradi? E'tibor bering, mana bunday holatda 6 burchak shaklda qurgan uyasini. Nega 4 burchak, kvadrat yoki 3 burchak shaklda emas? Sababi asalari uyasini ustini mana bu qismini doimiy ravishda bekitib qo'yadi, ya'ni mum bilan qoplaydi. Mana shunda eng kam miqdorda mum sarflash uchun bu 6 burchak shaklda bo'lish kerak. Buni yuqori sinflarga o'tganingizda hop geometriya fanida ko'rishingiz mumkin yoki hop internet tarmoqlaridan siz 6 burchak effekti deb turib qidirib ko'rsangiz, aynan mana shu ma'lumotni topishingiz mumkin. Ya'ni asalari uyasini ham mustahkam, ham devorlarni yopishda, ya'ni ustki qismini yopishda kam mum sarflash uchun 6 burchak shaklda quradi. Demak, ko'rdingizmi? Asalari juda ham bir ajoyib hasharot. Asallar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni internet tarmoqlaridan qidirib ko'rsangiz, siz yana ham hayratlanasiz. Demak, ikkinchi mashqni yakunladik. Navbatdagi 3-mashqqa o'tishimiz mumkin. Demak, 3-mashq aytayaptiki,
afzal yuzni guruch yordamida aniqlashni o'rganib olmoqchi bo'ldi. Rasmni ko'rib chiqing. U oltiburchakning yuzini qanday qilib topishi mumkin? U nimani o'lchov birligi qilib oldi degan mashqimiz sharti. Xo'p, demak, e'tibor beraylik. Mana bu 4 burchakni guruch bilan qoplagan hamda 6 burchakni guruch yordamida qoplab chiqqan. 6 burchak yuzini qanday qilib aniqlamoqchi? Ya'ni u guruchni o'lchov birligi sifatida qaraydi va mana bu 6 burchak ichidagi guruchlar soniga qarab belgilaydi. Guruchlar soniga qarab, ya'ni sanab chiqishi mumkin, qarab 6 burchak yuzini aniqlaydi. Demak, bu mashqimiz ham ancha sodda. Buni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. 4-mashq aytadiki, u kvadrat ichida guruch donalarini sanab chiqib, 1 sm kvadratga 8 ta guruch donasi sig'ishini aniqladi. 6 burchak ichiga 43 donasi sig'adi. 6 burchak yuzini butun kvadrat santimetrlarda toping deyilgan. Xo'p, qanday qilib aniqlaymiz? Endi e'tibor bering. Xo'p, 4-mashqqa e'tibor qarataylik. Aytayaptiki, 43 dona guruch sig'adi deyilgan. Ya'ni masalan shartni ko'rib chiqdik. 43 ni 8 ga bo'laman. 8 ga bo'lsam 5 tadan tegadi va qoldiq 3. Xo'p, e'tibor qiling. Endi mana bu joydagi qoldiqni biz e'tibor olmaymiz. Sababi, xo'p, butun kvadrat santimetrlarda ifodalang deyilgan. Demak, 1 sm kvadratga shuncha ketsa 43 dona sig'adi deyilgan. Demak, buni yuzi 5 ko'paytirib 1 sm kvadrat barobar 5 sm kvadratga teng. Demak, ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagi 6-mashq shart aytadiki, afzal xuddi shu usul bilan har xil shakllarning yuzini hisoblamoqchi bo'ldi. Shunga o'xshash shakllarni daftaringizga chizing. Ularning yuzini kvadrat santimetrlarda toping deyilgan. Xo'p, e'tibor beramiz. Xo'p, demak, hozir aynan buni bajarib ko'rsatish imkoniyati yo'q, chunki buni ustiga guruch qo'yib chiqa olmayman. Xo'p, aynan mana shu shakllarni daftaringizga chizib chiqasiz barchasini. Xo'p, kattaroq chizaverishingiz mumkin xohlasangiz va guruch donalarini terib chiqasiz. Xo'p, guruch donalarini terib chiqqaningizdan so'ng, xo'p, nechta donaligini aniqlab, har bir donani 8 ga bo'lasiz va chiqqan natijani, xo'p, butun qismini mana bu katakchalarga yozasiz. Ya'ni mana buni ham 8 ga bo'lib, bu katakchaga yozasiz. 8 ga bo'lasiz hamda mana bu katakka yozasiz. Bu joydagi shaklni ham yuzini 8 ga bo'lasiz. Guruch donalarini bu joyga yozasiz va mana buni ham aynan shunday 8 ga bo'lib, mana bu katakka chiqqan natijani faqat butun qismini, ya'ni qoldiq kerak emas, faqat butun qismini olasiz. Ya'ni bu mashqni amaliy tarzda bajarishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yoki uyingizda mustaqil ravishda bajarib ko'rishingiz ham mumkin. Demak, buni ham tavsiya qilamiz. 5-mashqqa yo'nalish berdik, ya'ni buni bajarib ko'rsata olmaymiz va biz 6-mashqqa o'tamiz. Xo'p, 6-mashq sharti quyidagicha ekan. Bo'yalgan qismlar nima uchun bunday atalishini o'ylab ko'ring deyilgan. Xo'p, demak, birinchi shaklimizni nima uchun yarim deb ataladi? Chunki mana bu 4 burchakni diagonal o'tkazib teng 2 ga bo'lsak, ikkita qismga ajraydi va ikkala qism bir-biriga teng. Shu sababdan buni yarim deb ataladi. Xo'p, mana bu 3 ta bo'lak bor ekan, 3 ta tomon bor. Xo'p, shundan bittasi bo'lab qo'yildi. Demak, 3 tadan bittasi degan ma'noda 3 dan 1 deyiladi. Mana bu, xo'p, 3 burchagimizni 4 ta 3 burchakka ajratilgan. 1, 2, 3, 4 ta. Demak, bu 4 tadan bittasi bo'lganligi uchun chorak deb ataladi. Demak, bu haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi, xo'p, mana bu topshiriqqa e'tibor qaratamiz. Qaysi rasmda yarim, 3 dan 1 va chorak qismlar ko'rsatilganini ayting deyilgan. Xo'p, demak, ajratib ko'rsatilgan qismini, ya'ni mana bu arlar qo'nib turgan deb tasavvur qilaylik. Xo'p, 1 yozib chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, ari qo'nib turgan qismi 9 ta ekan. 9 ta. Endi jami nechtaligini aniqlash uchun, xo'p, mana shu 9 dan boshlab sanab ketaman. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Hop, agar buni yarim deb atamoqchi bo'lsak, 18 ta bo'lishi kerak. Demak, keling, mana bu bitta uyachani hop, bo'sh uyacha deb tasavvur qilib turaylik va mana buni 18 bo'lingan 9 deymiz. Hop, 2 chiqadi. Natijada mana buni yarim deb turaman. Yarim. Hop, keyingi holat endi hop 4 ta uyachaga ari qo'nib turibdi. Mana bunda e'tibor bering 4 ta. Hop, jami endi mana bu tomonga nechta? 1, 2, 3, 4 ta. 4 ga 4 holatda ekan. Demak, 16 ta jami. 16 dan 4 tasiga qo'nib turibdi. Demak, bu joyda buni 4 dan biri bo'lib qoladi va natija buni chorak deb atayman. Chorak. Mana bu endi ari qo'nib turgan uyachalarni sanayman. 1, 2, 3, 4, 5 va endi 5 dan boshlab sanab ketaman. Mana bu joydan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Demak, 5 tasiga qo'nib turgan 15 ni hop 3 ga bo'lsam 5 chiqadi. Shuning uchun mana buni 3 dan 1 deyman. 3 dan 1. Demak, bu haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. 3-qism darsligimizda hop batafsil bularni o'rgatib ketaman. Demak, 6-mashqni ham bajarib bo'ldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. 7-mashq aytadiki, asallar ichida 12 ta 1 litrlik va 23 ta 2 litrlik idishlarga solingan asal bor. Unda jami necha litr asal bor deyilgan. Hop, 12 ta 1 litrlikni hisoblayman. 12 ko'paytirib 1 qo'shilgan 23 ta 2 litrlik. Demak, 23 ko'paytirib 2. Hop, 12 ni 1 ga ko'paytirsam 12 chiqadi. Qo'shilgan 23 ni 2 ga ko'paytirsam 46 chiqadi. Natijani hisobladingimiz 58 litr. Demak, asallar ichida 58 litr asal bor deyishimiz mumkin. Hop, endi navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin, chunki 7-topshiriqni ham bajarib oldik. Hop, navbatdagi topshiriqimiz juda ham bir ajoyib topshiriq ekan. E'tiboring, soatga qarab asallar ertadan kechgacha qancha vaqt tinmay ishlashini aniqlang deyilgan. Hop, keling, mana bu asallarlik soatimizga vaqtlarni qo'yib tashib chiqaylik. Mana bu qismini 12 deb olaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hamda 11. Hop, demak, asalari qachon ish boshlaydi? Keling yozaman. Asalari ertalab 7:45 da ishga chiqdi. Ya'ni, hop, asal yig'ish uchun jo'nab ketdi. Va endi ishdan qaytishini mana bu soat yordamida aniqlab olaman. Bu soatga ham keling vaqtni qo'yib chiqmoqchiman. Yozaman 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demak, asallarning qaytish vaqti 8:15 ga to'g'ri keladi. Hop, mana bu qaytish deylik. Uyga qaytish deylik yoki ishdan qaytish deylik. Mana ishdan qaytish. Ishdan qaytish vaqti qanchaga to'g'ri kelyapti? 8:15 ga to'g'ri kelyapti. Hop, endi asalari ishga 7:45 da chiqdi hamda 8:15 da qaytdi. Necha soat ishlaydi? Agar asalari 12 soat ishlaganda, hop, endi mana buni hop 8:15 bu kechki. Ya'ni mana bu joyga yozib qo'y, kechki 8:15. Qarang, 12 soat ishlaganda 7:45 dan 12 soat ishlasa, 12 soat ishlasa. Hop, mana buni 19:45 bo'lardi deb qo'yaylik. 19:45. 19:45 dan keyin ham u, hop, mana buni ham 20:15 deb olaman. Qancha ishladi? Qo'shimcha ravishda bu tarafdan 15 minut, mana bu tarafdan 15 minut qo'shib olsak 30 minut. Demak, asalari 12 soat 30 minut ishlaydi. Demak, asalari kechgacha tinmay 12 soat 30 minut ishlar ekan. Demak, biz qoyil qolishimiz kerak bo'lgan ma'lumot. Navbatdagi mashqqa o'tamiz. Navbatdagi mashqimiz sharti quyidagicha ekan. Bitta uyaning yuzi 5 cm² bo'lsa, bu asalari inining yuzini toping deyilgan. Nima qilaman? Asalari inini sanab chiqaman va uni 5 ga ko'paytirib qo'yaman. Keling, sanashni boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Hop, mana bu joydan sanamaydi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Demak, mana bu joyda birorta ham uya qoldirmay sanab chiqsak, 29 ta uya bor. 29 ta hop uya bor. Uya bor. Hop, bittasini yuzi 5 santimetr kvadrat. Demak, 29 ta uyani yuzi qancha bo'lishini aniqlash uchun 29 ni 5 ga ko'paytiraman. Keling, buni og'zaki hisoblashni ko'rib chiqaylik. 20 ta 5 100 bo'ladi. Hop, 100 ga 9 karra 5 45 ni qo'ysak, 145. Demak, 145 santimetr kvadrat. Demak, asalari inining yuzasi 145 santimetr kvadratga teng ekan. Demak, buni ham bajarib oldik mustaqil ravishda va muvaffaqiyatli ravishda. Endi esa navbatdagi mashqqa o'tamiz. Hop, navbatdagi topshiriq 10-topshiriq ekan. Aytayaptiki, daftaringizga bo'yi 4 cm, eni 3 cm bo'lgan 3 ta to'g'ri to'rtburchak chizing. Birinchi to'rtburchakning yarmini, ikkinchisining 3dan birini, uchinchisini chorak qismini bo'yang deyilgan. Hop, keling quyidagicha chizamiz. Lineyka yordamida o'lchab chizasiz. Men tayyor shablondan foydalanaman. Mana to'rtburchaklarni chizmoqchiman. Mana bu birinchi to'rtburchak. Shundan nusxa olaman, teng bo'lishi uchun. Ikkinchi to'rtburchak. Joyi siljib ketar ekan. Mana bu uchinchi to'rtburchak. Hop, demak, to'rtburchaklarni chizib oldim. Hop, demak, ular bir xil joylashmayapti, lekin o'lchovi bir xil hammasini. Chunki bitta to'rtburchakdan nusxa oldim. Masalan, shartiga ko'ra, birinchi to'rtburchakning yarmini chizing, bo'yang deyilgan. Demak, yarmini chizish uchun nima qilaman? Ikki xil usuldan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi, hop, diagonal o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni mana bu burchakdan, mana bu burchakgacha chizg'ich yordamida chizishimiz mumkin yoki hop, lineyka yordamida 4 santimetrlik qismini o'lchab 2 ga bo'lib olishimiz mumkin. Hop, menda 12 ta katak. Hop, men aynan 4 ga 3 chizmaganim uchun 12 ta 6 tasini sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, mana bu joyda 6. Bu yog'ini sanab qo'yaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, mana shu joydan bo'laman. Lineykani olaman. Demak, lineykani mana bu joyga qo'yib, hop, chiziq chizib qo'yaman. Demak, mana bunday holatda chizdim. Va mana bu qismini bo'yab chiqaman. Mana bo'yab chiqadigan qismimizni men shtrixlab qo'yapman. Siz rangli qalamlaringiz yordamida bemalol o'zingizga yoqqan ranglar bilan ajratib bo'yashingiz mumkin bo'ladi. Hop, demak, lineykani olib qo'yib turamiz endi. Bu birinchi to'rtburchagimizni yarmi bo'yaldi. Yarmi. Hop, ikkinchi to'rtburchagimizni mana bu tomonini 3 santimetr deb oladigan bo'lsam, misol uchun. Hop, demak, men 3 ga bo'lib olaman tengishga. Menda kataklar soni 6 ta, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta ekan. 3 ta katakni ajrataman mana bu joydan. Va mana bu joydan ham yana 3 ta katakni ajratib olaman mana bunday holda. Hamda lineyka yordamida bo'lib chiqaman, ya'ni chizib chiqmoqchiman. Demak, lineykani to'g'rilab olaman. Mana bu joyga keltiraman. Hamda chizaman. Demak, mana bu holatda chizib oldim. Keyingisini mana bu holatda chizib olaman. Mana to'rtburchagimni 3 ta teng bo'lakka bo'ldim. 3 dan biri bo'lishi uchun e'tibor bering. Demak, mana bu to'rtburchagimning bittasini bo'yab chiqaman, ya'ni bo'laklardan. Hop, demak, mana e'tibor qiling, bo'yab chiqdim. Bu 3 dan 1 bo'ladi.
endigi holatda demak 4 dan 1 ni bo'yashimiz kerak. Hop, xohlasangiz 4 bo'lakka bo'lib olishingiz mumkin. Hop, birinchi usul qanday bajaraman? Hop, 12 ta katak bor edi. 4 bo'lish uchun 3 tadan bo'lakka bo'laman. Mana bu holatda 1 2 3. Demak, chiziq o'tkazaman, ya'ni 3 ta chiziq yordamida demak 4 ta bo'lakka bo'lib oldim. Demak, mana bunday holatda qilaman. Hop, chizamiz. Mana bu bitta bo'lak. Mana bu ikkinchi bo'lak. Hamda endi 3-chi chiziq o'tkazsak 4 ta bo'lakka ajrayadi. Mana bunday holatda bo'ldi. Hop, lineykani olib qo'yib turamiz. Hop, sanab qo'yaman. Mana 1 2 3 4 ta bo'lak. Chorak degan 4 dan 1 degan kerak. Mana bu 4 dan 1 qismi, ya'ni bittasini bo'yab qo'yaman. Mana bunday holatda buni chorak deb ataymiz. Chorak. Demak, ushbu topshiriqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Bemalol navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Hop, navbatdagi topshiriq 11-mashq. Katta idishdagi asal kichkina idishdagidan 3 barobar ko'p. Kichik idishda 2 litrlik bankalarga asal solinsa 48 ta banka chiqadi deyilgan. Hop, A sharti katta idishda qancha asal bor? Ikkala idishda jami qancha asal bor deyilgan. Hop, e'tibor bering. Hop, kichik idish haqida gaplashamiz birinchi. Kichik idishda hop, kichik idish. Hop, endi bizga shartlar berilgan edi. Aytayaptiki, kichik idishdan 2 litrlik bankalarga solinsa 48 banka chiqadi. Demak, kichik idishda qancha asal borligini bemalol topa olar ekanman. 48 ta bankada 2 litrlikdan. 48 ko'paytirib 2 barobar 96 litr. Demak, kichik idishda 96 litr bor ekan. Hop, endi ikkinchi misol. Ikkinchi ishda men mana bu A shartga javob berishim kerak. Katta idishda qancha asal bor degan savol bor. Kichik idishni bilamanmi? Katta idishda qancha asal borligini aniqlash uchun nima qilishimiz mumkin? Hop, mana bu joyda shunaqa so'z bor. Katta idishdagi asal kichkina idishdagidan 3 barobar ko'p deb aytib qo'yapti. Demak, men mana shu 96 ni 3 ga ko'paytiraman. Demak, 3 ta 90 270, 3 karra 6 18. 270 ga 18 qo'ysak 288 litr. Demak, katta idishda qancha asal bor ekan? Idishda 288 litr. Hop, demak, A shart bajarildi. B shart. Ikkala idishda jami qancha asal bor deyapti. Buni topish uchun katta va kichik idishdagi asallarni qo'shaman. 96 litrga qo'shaman 288 litrni. Demak, jami 384 litr. Ikkala idishda jami 384 litr asal bor deyishimiz mumkin bo'ladi. Hop, qadrli do'stlar, demak bu mavzuyimizning oxirgi mashqi. Mavzuyimizni yakunlaymiz. Navbatdagi darsimizda yana bir yangi mavzuni o'tib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.